alaykum va rahmatulloh. Raddomdamiz. Xudo xolasa 6-farzandim. Qizli bo'ldim yana. Shunda menda общий 4 ta qiz bo'ldi. Ro'paras 1,5 yil burun adashmasam Maryam qizim tug'ilganda qizli bo'ldim deb video chiqargandim. Unda 3-farzandim edi hozir. 3-farzand qiz, 3 ta podrяд qiz bo'lgandi. Hozir Xudo xolasa общий 6 ta farzand, 4 ta qizim bo'ldi. Qizlarim shu edi. Yasmina, Hadicha. 2 ta o'g'lim, Yusufjon, Abdaka. Kutyapmiz olib chiqishini, Xudo xolasa. Oddiylar 6-chisi nima bo'lgani uchun oddiylar qilib qo'ydik. Avvalgisi hashamatli qilganligini hozirgi paytda shu mashinada matizlab chiqargan bo'ldik, inshaalloh.